Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik bildi, kutib yurdi. Sevindik hojining to'yini boshlaganmiz. Hazarız jamiyatidan qiz qaytaradik. Non sindirdik, boshqa etdik, to'ya tayyorgarlik ko'rdik. Yana shuncha inson yordam beraman deb turganlar bor edi. Hozir sevindik. O'lami degan shu gelini uyine geldik. Sevindik enesi men şuna arkadaşına oturttular. Konusu girdiler. Daha kalın pulunu sorap da geldiler. Kalın pulunu 40 milyon 30 milyon beresen deptiler bulara. Aziz dostlar, özü bu ekson bilen bo'layotgan narsa bu. Özü bilasizlar, ekson bilen bo'layotgan to'y bu. O'zingiz o'zi yumush o'tiribdi bo'lmasa. Hem dedim şu xona joyimi xonani zettirib berasizlar debdi qo'shimcha. Bular neden zettirib beradi uni? Alıp yatkan pul bo'lma. O'zingiz bilasizlar, 30-40 milyon so'm o'qigan, ishlab birgan qiza beradilar qalin puli. Her narsaning ham o'zining bahası bor, me'yori bor. Bular aytibdi 5 milyon so'm pul beramiz desalar, pulin kerakmaydi, ket debdi. Xudo buvang aytibdi, qizning atasi hozir. Men ko'chada o'tirdim. Shuna hozir bular chiqdi. Endi aziz do'stlar, bu qaytish bo'ldi, отказ bo'ldi desa ham bo'laveradi. Bizlere bular aytib o'tiribdi endi, enasi nuqsoni bor. Ama erdan qaytib kelgan bo'lsam bo'ladi. Bir farzandi bo'lsam bo'laveradi, o'zidan sal katta bo'lsam bo'laveradi deb turibdilar. So'ngra sal chaqqaroq bir qiz bo'lsa, donish bilishlaringizda men bilan bog'laning, sen enasi bilan bog'laning. To'y to'xtatimiz xudo xolasa. To'y bo'ladi inshaalloh nasib etsa. Mo'sh taqdir qo'shmagandir, sevindik shuna. Boshqa birov qo'yib turgandir. Bu Allohning nasibi, izmi bilan bo'ladi hamma narsa. Bu bandasi yugurgan bilan foydasi yo'q. Şunun için ne fikir bildirəsilər, ne koyasılar, şurada kommentarya yazıp ketinglər, aziz dostlar. Şuna indi başka bir qiz aktaradan buldu bula indi. Sevindi ki, indi doğru keyfiyet düşüşü mümkün, lekin bəbirən manlayın yazılmamıza faydası yok, başkası yazıp durğandır. Aziz dostlar, 30-40 milyon so'm degan narsa ansat yapamaz, yana joyini izlettirib berish, joy izlettirisham, 3 xona joyi pul izletseniz bu yo'q deganda, menimcha bu 15 milyon so'm pul chiqib ketadi. Shuning uchun aziz do'stlar, o'zingiz bilasizlar, bu ekson bilan bo'layotgan to'yadi bu yaxshi insonlar bilan. U uchunda bo'lsa-ku, u uchunda bo'lganda unchalik pul berib bo'lmaydi. O'qigan qiza beriladi hozir. Esa do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling, bir like'larni bosanda tarqatib qo'yamiz, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib ketaverasizlar. Esa sizlarda iltimos, shuna bir gelin topishga bir yordam berib sevindik. Hoji, bu baxtli bo'lsa, ilohim bola chaqasi o'zidan ko'paysin.